O'zimizni yana ogohlantiruvchi va avariya xavf-xatar ishoralaridan avariya ishoralari qaysi payt yoqiladi degan savol tug'iladi. Avariya ishoralarini bilasizlar, avariyaga yoqib qo'yasizlar. Mashinani, ya'ni fara chiroqlari to'rtalasi ham bir vaqtda o'ch yonadi. Tiq 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 tiq. Oldi, orqa to'rtalasi ham. Bilasizlarmi avariya? Shu favqulodda kutilmagan holatda avariya ishoralari yoqiladi, xavf-xatar bo'lganda. Qaranglar, avariya ishoralari o'sha birinchi qanday holatda yoqiladi? Avariya ishoralari yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda yoqiladi. Yo'llarda kutilmagan holatda yo'l transport hodisalari sodir bo'ladi. Mashinalar salgina turtib qo'yishadi, boshqa holatlar bo'ladi-ku. Qanaqa yo'l transport hodisasi bo'lsa, nima avariyalar, avarinkalar nima qilib qo'yiladi? Ishoralar yoqib qo'yiladi. Xo'p, keyin to'xtash taqiqlangan joyda majburiy to'xtaganda. Masalan, to'xtash taqiqlangan belgisi turibdi. O'shada avtomobil ishlamay qoldi, nima texnik nosaz bo'ldi, majburiy to'xtab qoldingiz. Shunday holatda nima qilinadi? Avariya yoqiladi. Ya'ni avariya ishorasini yoqdi degani u yo'lda qolgan joyda qoldirish kerak degani emas. O'sha avariya ishorasini yoqqandan keyin iloji boricha avtomobilni xavfsiz joyga nima qilish kerak? Olib o'tish kerak. Chunki yo'llarda qatnov qismiga to'siq hosil qilmaslik kerak. Boshqa bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lmaganda. Tushunarlimi? Xo'p. Yana keyingi qoidamiz. Haydovchilar mana yo'llarda yurgan paytlaringda dalni o'sha uzoqni yorituvchi chiroq ko'zni qamashtirgan paytda ham avariyaga yoqib qo'yishadi. Ko'z qamashgan payt. Bilasizlarmi? Bunday holatlar ham o'sha avariyaga yoqishadi, birdan bilish qilishadi. Kimdir xotirasi salgina e'tiborsiz bo'ladi. Chunki avtomobil shu fara chiroqlari juda ham o'tkir bo'ladi. Kechqurun ayniqsa dalni holatda bo'lsa, ko'zni nima qiladi? Qamashtiradi. Shunday holatda nima qiladi? Avariyaga yoqib qo'yishadi. Va shatakka olishda, shatakka olingan transport vositasida. Shatakka olish degani nima degani? Avtomobillarni buzilib qolgan bo'lsa yoki ishlamagan bo'lsa, tortib ketish. Shu qattiq ulashda yoki yumshoqlashda tortish mumkin. Mana shunda shatakka olingani, nenda yoqishga shatakka olingan qaysi bo'ladi? Orqadagi bo'ladi. Mana shu holatda davom ettirish kerak bo'ladi. Avariyaga yoqib qo'yish kerak ekan orqasidagi avariya ishorasini. Va bolalar tashkiliy jamlanmasini tashlayotganda taniqli belgisi bor, bolalar belgisi, uni ham o'tib ketamiz hali. Shu avtomobildan o'ziga o'rnatiladi. Mana shunday holatlarda bolalar avtomobildan yoki avtobusdan tushayotganda yoki avtobusga chiqayotganda mana shu avariya ishoralarini nima qilish kerak bo'ladi? Yoqishi kerak bo'ladi. Sizlarga yana bir narsa aytib ketishim kerak. Yo'llarda favqulodda o'sha avariya ishorasini yoqib qo'yish sizlarga birinchi imkoniyat, harakatlanish imkoniyatini bermaydi. Avariyaga yoqib, tushunarlimi? Ammo lekin biroq ko'pgina holatlarda o'sha haydovchilar mana shu narsaga e'tiborsiz qoldirishadi. Ya'ni o'sha avariyaga yoqdim, o'sha ko'pgina o'zlaridan qo'shimcha imtiyozlar qo'shib ketishadi. Unday qo'shimcha imtiyozlardan foydalanish mumkin emas.